Xudo xolisa bu yil hosillarimiz mo'l ko'lchilik bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun 150 gektar biy bo'lgan o'zimizning bog'imizdamiz. Bu bog'ga kelishdan maqsad sizlarga ko'rsatishdan maqsad bundan 5 yil oldin setkalarimizni o'rnatgan edik. Buni effektini o'zimiz ko'rdik, o'zimiz rezultatini bildik, mahsulotlarimizni, mevalarimizni sifatiga ancha ta'sir ko'rsatdi. Keling. Bu setkalarimizni hozir dunyoda ancha yillardan beri foydalanib kelishadi. Bizga ham endi mana kirib kelyapti. Biz sizlarni o'ylagan holatda bunaqa setkalardan olib kelganmiz. Bu setkalarning effekti qanaqa bo'ladi? Bu setkalarimizning effekti mevalarimizni bir tekisda pishishi, quyoshdan chiroyli himoya qilishligi. Nima uchun biz mahsulotlarimizni butun dunyoga eksport qilyapmiz? Bunga sabab mahsulotimizni oldin o'zimiz 5 yil sinovdan o'tkazdik. Mahsulotimiz 5 yil sinovdan o'tgandan keyin sizlarga mahsulotimizni reklama qilib, sizlarga ham tavsiya qilyapmiz. 5 yil oldin birinchi bor foydalangan paytimizda biz rezultatini ko'rdik. Mahsulotimizning sifati shunaqangi o'zgardi. Mevalarimizning bir tekisda pishishi, unumdorligi oshdi. Bunga sabab nima? Bunga sabab mana bunaqa setkalarimiz. Kimga mana shunaqa sifatli setkali kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Eng asosiy narsa esdan chiqib qolibdi-yu. Bizning mahsulot sizlarga 10 yil xizmat qiladi. Biz esa 7 yil garantiya beramiz.